Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Kamina Sardor Ibragimov bugungi futbol yangiliklarini sizlarga yetkazishdan mamnunman. Eldor Shomurodov O'zbekistonning Portugaliya va Kolumbiyaga qarshi o'yinlardagi imkoniyatlarini baholadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov rossiyalik mashhur sobiq futbolchilar Andrey Arshavin hamda Vladislav Radimov bilan bo'lgan suhbatda Jahon chempionati guruh bosqichida to'qnash keladigan Portugaliya hamda Kolumbiyaga qarshi o'yinlar haqida gapirdi. Avvalo, bu yosh futbolchilarimiz uchun o'zini ko'rsatishga imkoniyat. Ikkinchidan, biz jahon chempionatida shunchaki qatnashish uchun emas, balki natija ko'rsatish uchun boramiz. Bizda ham futbol bor. Jamoada yuqori darajali o'yinchilar yetarli va yaxshi natija qayd etishimiz mumkin. Biz bu kabi kuchli terma jamoalarga aniq yutqazamiz demagan bo'lardim. Men o'zimizni kuchimizni ham, kimga qarshi o'ynashimizni ham juda yaxshi bilaman. Agar istasak qandaydir natijaga erisha olamiz. Arshavin shunday savol berdi. Hozir O'zbekiston va Rossiya terma jamoalari o'ynasa kim g'alaba qozonadi? Men ushbu to'qnashuvda yuta olishimizga ishonaman. Optimal tarkibimiz bo'lsa, menimcha Rossiyani mag'lub eta olamiz, dedi futbolchi. Shuningdek, futbolchi Fabio Cannavaro jamoada qanday o'zgarishlar qilganini ham ta'kidlab o'tdi. U o'zgartirgan asosiy jihatlardan biri ilgari bizda fizioterapevt yo'q edi. Murabbiy uni olib keldi. Keyinchalik esa dietolog va oshpaz ham jalb qilindi. Albatta, mashg'ulotlar ham o'zgardi. U doim yuqori intensivlik talab qiladi. Shuning uchun mashg'ulotlarda ko'proq charchaymiz, dedi Shomurodov. Ma'lumot uchun, oq bo'rilar mart oyida bo'lib o'tgan FIFA Series musobaqasida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Urunov, Sergeyev va Shurmatov vodiy klublariga yo'l olmoqda. Masharipov va Hamrobekov sobiq jamoasiga qaytishi mumkin. Eron klublarida to'p tepayotgan o'zbekistonlik futbolchilar faoliyatini Superliga jamoalarida davom ettirishga yaqin turibdi. Bu haqda Sports.uz jurnalisti Yahyo Ulug'xo'jayev o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, Oston Urunov Andijon bilan muzokaralarni deyarli yakunlagan. Jaloliddin Masharipov Paxtakor variantini ko'rib chiqmoqda. Shuningdek, Odilbek Hamrobekov Sherlar safiga qo'shilishi mumkin, ammo futbolchida boshqa takliflar ham mavjud. Rustam Ashurmatov Navbahorga o'tish ehtimoli yuqori bo'lib, unga OKMK jamoasidan ham qiziqish bor. Neftchi esa Igor Sergeyevni o'z safiga qo'shib olish arafasida. Futbolchi va klub o'rtasida kelishuvning yakuniy bosqichi boshlangan. Ma'lumot uchun, Erondagi siyosiy vaziyatlar sababli ichki chempionat vaqtincha to'xtatilgan. Rasman Manchester City sardori yozda jamoani tark etadi. Manchester City bosh murabbiyi yordamchisi Josep Linders yarim himoyachi Bernardo Silva mavsum yakunida jamoani tark etishini tasdiqladi. Jamoa sardori o'ziga xos futbolchi, uni boshqa o'yinchi bilan almashtirib bo'lmaydi. Bunday futbolchilar juda kam. U so'nggi o'yinlarni yuqori darajada o'tkazishga umid qilaman. Oldimizda atigi 6 hafta bor va u munosib tarzda xayrlashishga loyiq. U bunday e'tiborga arziydi, dedi Linders. Ma'lumot uchun, Silva shaharliklar safida 6 marta Angliya Premier Ligasi chempioni bo'lgan. Ushbu mavsumda futbolchi barcha musobaqalarda 43 ta o'yinda ishtirok etib, 3 ta gol va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.